Barchalarga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Efuzbar kanali. Xo'sh do'stlar, bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda Manchester United pakti sinab ko'ramiz akalar. Ko'rib turibsizlar, bu yerda murabbiysiz kelgan pak. Bu endi hozir hammasi pashti 100 bo'ladi. Pashti hammasi 100 bo'ladi. Ko'p emas, hammasi. Akalar, videoni boshlashdan oldin 1 minutmi vaqtinglarni olaman. Mana shu videoning tagida bitta like knopkasi bor. Shuni bitta tas bosib qo'yasizlar, keyin bitta obunani ham obuna bo'lish degan tugma bor yoki ruschasiga podpisatsiya bo'ladi, inglizchasiga subscribe bo'ladi. O'shani bosib qo'yinglar. Chunki biz bahorgacha уже 2000 ta bo'lishimiz kerak. Shuning uchun like bosinglar akalar. Like bosinglar nima? Like bosinglar endi bo'lmaydi akalar. Qaranglar, mana hozir ko'ramiz. Bu yerda hozir bittadan ko'rib chiqamiz kimlar bor. Mana Casemiro birinchisi, Yakir stilda kelgan Casemiro. Tak buni yoshi 33, keyingisi Fernandes. Boks gibi bo'lib ketdi. Mayli endi. Tak, Harry Maguire. Narashivanya. Matis Deliyo. Narashivanya. Hammasi build up. Hop, specialistlar navesim. Tashalmaydilar. Matis Cunha, Blitz. Playmaker ekan. Tak, Brian Bemo. Wow, zo'r ekan akalar. Hozir buni hammasini olamiz. Amad Diallo qaranglar. Lamens. Arsenalchilar. Benjamin Sheshko akalar. Sheshko ham zo'r olib qo'ydilar. Qaranglar, mana Lenioro ham bu ham narashi. Bul topdi hammasini. Mayli, qarachi go ket olamiz va sinaymiz. Fernandes ekan eng yaxshisi deb shuning uchun ishonib qo'yishdi. Mana ko'p kurslar dahshat ketyapti. Zapis ketyapti. Tak. Endi hozir buni hammasini to'g'rilab qo'yib, hammasini joy-joyiga qo'yib chiqaman va o'sha qo'ygan joyimdan boshlaymiz akalar. Let's go. Xo'sh akalar, qarochi mana hozir kuchaytirdik. Hammasi mana pashti 100 holatda ko'rasizlar. 99, 190, eng kami 98 download ekan. Bu ham bo'laveradi akalar. Qarochi hozir ko'ramiz. Onlaynda bitta match o'tkazamiz va baho beramiz akalar. Duva. O'sha akalar ko'rib turibsizlar, mana bizda raqib topildi. Hozir mana shu Manchester United tarkibida bitta shaqillatib degan zarbalardan berib va gol urishga harakat qilamiz akalar. Nima qilamiz o'sha, to'g'rimi? Tak, hozir ko'ramiz uni. Buni bitirib qo'yamiz chunki u chapaqay. Xo'p, statistikasini ko'rsatmoqchilar. Statistikasini ko'rsatadigan bo'lsam, Sheshkoning statistikasi mana shundoq. Realizatsiyalari past, lekin tezliklari zo'r. Bo'yi zo'r. Balans unchamas lekin bo'ladi. Lekin hammasida kuchaytirishlari bor akalar. Hammasiga nima deydi? Qo'shimchalar bo'ladi, usilik. Mana bunaqa Gnezno bilan usilik qo'shimchalar bor. Hop, realizatsiya 80 ekan, buni tezligi bo'limini normal. 101 bo'ladi, pashti hammasi Cunha bo'ladi. Cunha, oho, yaxshi Cunha. Hop, endi Amad Diallo. Qani nima ekan? Whole player. Hop, unchamas ekanligim bo'ladi akalar. Siludar dahshat ekan Amad Diallo'ni. Hop, 100 Fernandes box to box. Hamma narsa bor bunda. Pashti zashtasi ham bo'lishi kerak edi shu mana. Tezligi ham bor-da. Ko'ryapsizlar, Fernandes. Arsenal. Hop, 100 bo'ladi akalar, Casemiro 100 bo'ladi. Casemiro 100 bo'ladi. Hop, lekin statistikasiga keladigan bo'lsak, dahshat. Tezligi ham zo'r-da buni. Wow. Bo'ladi akalar, zo'r. Olib qo'yinglar, maslahat. Lamens ko'rish kerak, ko'pchilikka kerak bo'ladi. Lamens. Hoppa, ana zona atrofida kerak narsalar bor ekan. Quruvchi sistem normal. Bo'yichi buni 93. Shmexilga o'xshar ekan. Shmexil. Yo'q, endi to'g'ri tushunasizlar, endi bu zaxirasini bermaydi. Hop, bu tarafdan ko'radigan bo'lsak, o'yinga leksiyonda. Shu o'yinni men boshlab beraman akalar, hozir boshlaymiz a. Keyin baho beramiz futbolchilarga. Tak, Fernandes o'yinni boshlaydi, pas beradi. Keyin download yaxshi. Delif Dalotdan specialist Naves bo'lgandan keyin Naves tashish kerak edi, to'g'rimi? Matis Cunha. Playmaker akalar, Cunha playmaker. Uni ham inovatga olish kerak. Keyin akalar kommentariyada yozinglar, keyingi videomiz nima haqida bo'lsin. Casemiro, давай. Delicht.
tepadan. Yaxshi Kunya. Fernandes. Eden Hazard. Dybala. Raul. Mbemo. Kapni to'xtatishim uchun o'ziga. Hoppa, yo'q. Doy, Mbemoga pas. Mbemo. O'xshamay qoldi. Mbemo lekin hozirgi statistikasiga keladigan bo'lsak, dahshat o'ynaydi. Hozir juda ham zo'r o'ynaydi. Fernandes, Kunya. Sheshko ketdi akalar, Sheshko. Voy, patkattash olib qo'ydi-da. Hop, yo'q. Maguire akalar, Harry Maguire. El Hadjidiyev, Volkan Kokchu. Deli! Maqliyapti Deli. Yo'q, voy Lamens. Akalar, nima qildi Lamens? Yo'q, banarim boy, Lamens. Wow, gap yo'q. Ochil ahmoq pas. Yo'q, pas o'xshamadi. Yaxshi. Harry Maguire. Kalada yaxshi o'ynash kerak edi, lekin o'yin olmayapti bu. Diallo. Yo'q, davay. Охотникga gol bo'lib kelgan akalar, Sheshko Охотникga gol bo'lib kelgan. Beqa. O'zi to'xtatdi endi men kalla qo'yadi dedim. To'xtamayman men. Kelar gol o'tkazsa ham to'g'ri tushunasizlar, hammasi reyting past kelgan. Yo, qaytarib beryapti. Qaytaringlar Lamensga gap yo'q ekan. Lamens juda zo'r qaytaradi. Lamensga вообще gap. O'ziga qaytara qol. Qo'y. Davay, Kunyaga o'tmadi akalar. Kunyaga o'tmayapti. Hop. Давай, Дилик, агрессия yaxshi. Voy marazi. Pat o'ynab raqibi. Keldi, menga. Ham xudoning bandasi. Yoshligida cho'g' o'ynab, kuyib qolgan kallasi. Dilik paslagan. Siz kim aytyapsiz keldi? Mbemo nima deyapti? Albatta. Kalga, to'g'risini aytish kerak. Mbemo ketdi mana. Fernandes! Qanday gol! Bruno Fernandes! Manchester United. Michael Carrick. Sen murabbiy chiqarib olmaysiz. Michael Carrick. Kanami. Nima qilyapti be? Bruno akalar. One love kerak. Manchester United one love. Tak va ko'rdil bitta zarba. Bitta safety inobatga olish kerak bu Lamens Diallo'ni qaytardi. Ideal. Chokki qaytarib tashadi, lekin bori. Like bosamiz akalar, like bosib qo'yinglar akalar. Ijodimizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasizlar akalar, like bosinglar. O'xshamadi akalar. Dalut. Yaxshi Deli. Mbemo. Ba'zi va minimum. Arzimagan ijodimizni qo'llab-quvvatlaganlar. Like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarga arzimagan narsa qilyapsiz. Sizlar endi arzib qoladi, xudo xolasa. Hoppa. Oy yo'q. Lamens. Hatay vallahi deb yozib oldim. Chunki men Manchester United muxlisman, to'g'ri. Shuncha pak keldi, chiqarmadim, shu Manchesterga chiqaryapman. Manchester United muxlisman. Sanib City'da nega City emassiz deb qo'ydim. Endi mingta o'zbek olib kelmaydi, men Manchester United bo'lib qolaman. Finalimda shu oq bilan bir qizillar o'ynayotganimga qizilman degan. Yo'q. Sheshko o'zingga ko'r, Sheshko. Ketmaysanmi? Qattiq hujumni qilyapti United. Lekin shu Zashtani ham qachon yutyapti mana. Sho'g'olyapti, bemalol o'ynayapti, to'g'rimi? Mana kalada o'ynaveradi.
Instagram kanalimizga o'tib qo'yinglar akalar. Cho'tki reaksiyalar bo'lyapti akalar. Yangi videolarga. Specialist navesim bor. Men pasmi. Pasda o'zi, pas. Dalot degan United'dagi bu yoqmaydi, Dalot bor. Negadir yoqmaydi? Lekin qiziqlar bor. Yaxshi o'ynasa kerak. Lekin yoqmaydi, nega to'g'ri. Nega unaqa bilmayman, yoqmaydi-da. Вообще g'alati-da, qanaqadir. Boshqacha o'ynaydi. Anaqasi yo'qmi, disiplinasi? Maguire qaranglar o'ynashini. Lopa. Yo, yaxshi. Yuragimdan mana shu o'tib ketdi o'zim bari. Shu Amarim Ruben Amarim. Ruben Amarim endi ketgan paytda United Park chiqarib qo'ydi-da akalar. Shuning uchun shunaqa bo'lib qoldi. Gel demang. Hamma beynudi. Yo. Fernandes paslash oldi. Matias keldi. Fernandes o'yini o'xshab qolsa, lekin Lupboy, Bellinghamni Lupboyni yoradi akalar Fernandes. Hozir qo'l player bo'lib o'ynayapti endi. Oldin o'xshamadi akalar. Hozir Fernandes gol urdi aytmoqchi. Fernandes gol urdi. Casemiro yaxshi. Casemiro. Lammers. Zo'r o'ynayapti akalar, bo'ladi. Zashtasi uncha-muncha o'tkazmayapti. Zashta degan hozir dahshat o'ynayapti. Vashcha zo'r o'ynayapti. Kechqurun davay kallada qo'yasan mana. Casemiro. Bemdan pas, Sheshkoga pas, Sheshkoga vay. Ikkita o'tirish kerak edi, o'tib keta olmas uchun. Specialist panavesi mayli endi. Aslida stiliga mos qilib qo'yish kerak. Yana shu o'tib ketdi. Mana shu golni oladi va biz o'yinni 1-0 hisobga yakunlaymiz. Xudo xolasa endi g'alaba qozonamiz. Hop, davay. Davay axir. Ko'ramiz. Bahobe. Qaytar! Tuga. Bitti. Ko'rdinglar. O'yinni Lames eng zo'r bo'ldi aka. Maratali eng zo'r bo'ldi. Bunaqasi bo'lmagan. Shunchalik like bosib qo'yinglar. Короче, shu videoni shu joyda to'xtataman. Bu videoning ikkinchi qismi bo'lsinmi? Albatta kommentariyada yozib keting. Sizlar bilan har doimdek o'sha Fuz Power kanali bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin do'stlar. Katta rahmat akalar.